kechagi qo'ygan postimdan keyin juda ham ko'pchilik tug'ruqdan keyingi qomat buzilishi bo'yicha yozib yotibsizlar. Direktim to'lib ketdi. Nigora ham shuni ko'rib, do'y postga qo'ygan natijalarimni ko'rib, meni ham tez qomatimni yana o'sha ideal holatga keltiring deb yozibdilar. Tug'ruq jarayonidan keyin borgan sari umurtqada o'tirish bo'ladi-da, odamning bo'yi pasayib boradi va bu limfalarni ezib qo'yadi. Imenda beldagi belingiz ichkariga bundoq kirib ketib, bel o'tirgandan keyin asosiy limfalarda ezilish bo'lib, qori kirmay qoladi, biqinlar chiqib ketadi. Shunday sizda ham xuddi shunaqa holat. Juda ham ko'pchilik ayollar shu muammo bilan imенно tug'ruqdan keyin vasстановиться qila olmayapman, tiklanib eski holimga qayta olmayapman deb kelishyapti. Ayniqsa tug'ruq birinchi, ikkinchisida odam o'ziga kelib olishi oson bo'ladi, lekin uchinchi, to'rtinchisida уже tana o'zini o'zi o'zgartirib shuning uchun обязательно osteopatga murojaat qilish kerak. Osteopatiya muolajasidan keyin tana ancha o'ziga kelib oladi, bo'ylari tiklanib, cho'zilgandan keyin o'sha yopilib qolib, siqilib qolgan organlar sekin limfalar sekin ochilishni boshlaydi. Bo'lmasa umurtqa o'tirgan sari ichki organlar ham bir-biriga tiqilishni boshlaydi va опущение внутренних органов degan narsa bor. Bu juda ham sog'liq uchun zararli. Shunaqa narsalar ham kelib chiqadi. O'shalarni hammasini bartaraf qilib, ham tananglarni sog'lom holatga, ham qomatinglarni ideal holatga keltirib, sog'lom, ozg'in, chiroyli qilib beramiz. Va bunaqa natijalarimiz juda ham ko'p. O'sha post qo'yganimdan keyin kecha hamma yozishni boshladi va Nigora ham keldilar. Nigora sizni ham boshlaymiz endi. Xudo xolasa, mana o'z natijalarim bilan bo'lishaman. Mana hozirgi ahvolimni ko'rib turibsizlar. Xuddi qornimda yana bitta farzand borga o'xshaydi. Vasстановиться bo'lish ham qiyin bo'lyapti. И тем более menda oxirgi tug'rug'im kesarva bilan bo'ldi. 6 oyga zo'rg'a kutdim, ishoning Surayya. Bo'lmasam oldin darrov kelardim-ku, 2-3 oy o'tib xizmatdan darrov kelardim. Восстановление qilib, sразу yugurib mana shu qorong'uga darrov yo'q qilib berishardi. Hozir qo'rqdim, haqiqatan kesarvadan keyin 6 oydan keyin muolajalarni boshlasangiz bo'ladi dedi. 6 oy bo'ldi, mana Surayya opamga ham sразу yozdim. Xuddi menga moslashgandek, darrov shu postlarni ham qo'ydilar, uni ham ko'rdim-da, Surayya opa, siz meni yana ham qizdirdingiz, yana ham tezlashtirdingiz. Tez ertalab boraman deb o'shanga darrov oldilar. Boshlaymiz davolashni, tiklash jarayonini. Boshlaymiz.